Muhammad Yusuf hayoti va ijodi. O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Qovunchi qishlog'ida oddiy zahmatkash odamlar oilasida tug'ildi. Mana shu qishloqda beg'ubor bolaligi, sho'x-shodon o'smirligi o'tdi. Nechun qulluq qilmay Andijonga men? Shu yurtda tug'ildim, shu yurtda o'sdim. Agar do'stim bo'lsa bitta u do'stim, nechun qulluq qilmay Andijonga men? Yodimga o't tushsin, etmasam yodlab. Dukchi eshonlari qilgay faryodlar. Uni tavof etgan mashrabdek zotlar, nechun qulluq qilmay Andijonga men? O'rta maktab ta'limini olgach, Muhammad Yusuf Toshkentdagi Rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kiradi va uni 1978-yilda bitiradi. Uning dastlabki she'rlaridan namunalar 1976-yilda O'zbekiston madaniyati haftaligi sahifalarida chop etilgandi. Muhammad Yusuf she'riyatning turli yo'nalishlarida esda qolarli asarlar yaratayotgan qalamkash do'stlari, ustozlari orasida o'zini shoir sifatida isbot qilishga astoydil harakat qildi. Shoir shunday ko'pki, ularga yer tor. Hammasi mashhur va hammasi nomdor. Ulug'vor, ularga yetmoq ko'p dushvor. Ammo ular oyga bosib yuzini turganda osmonin bag'riga ilk bor. Biz olib borgaymiz tuproq isini, gulday dimog'iga tutamiz qizim, biz hali hammadan o'tamiz qizim. Muhammad Yusuf 1997-yildan e'tiboran O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisining o'rinbosari etib tayinlandi. Garchi uning she'rlari vaqtli matbuotda tez-tez chop etilib turgan bo'lsa-da, birinchi she'riy to'plami nisbatan kech, ya'ni 1985-yildagina e'lon qilingandi. Shundan keyin shoirning Bulbulga bir gapim bor, iltijo, uyqudagi qiz, Halima enam allalari, eshik kemasi, ko'nglimda bir yor, bevafo ko'p ekan, yolg'onchi yor, erkak kiyik, osmonimga olib ketaman singari o'nlab she'riy majmualari o'quvchi qo'liga yetib bordi. U yirik poetik janrlarga ham murojaat etib, osmonning oxiri, qora quyosh singari dostonlar yaratdi. Yurtimizning mustaqillikka erishgani Muhammad Yusuf ijodida yangi ufqlarni ochdi. Shoirning Vatanim, Xalq bo'l elim, Dunyo, Inshaalloh, O'zbek momo, Iqror, Tilak singari o'nlab she'rlar, chinakam she'riyat yurtni qanday kuylamog'i lozimligini isbotlagan asarlar bo'lib qoldi. Istiqlol yillarida erishgan yuksak ijodiy yutuqlari uchun Muhammad Yusufga 1998-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. Muhammad Yusuf ijodi keyingi davr o'zbek qo'shiqchiligi rivojida muhim o'rin tutadi. Milliy san'atimizning eng yirik va iste'dodli vakillaridan tortib, havaskor qo'shiqchilarigacha shoir she'rlarini kuyga soladilar. Afsuski, Muhammad Yusufning umri qisqa bo'ldi. U 2001-yilning 31-iyulida Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumaniga qilingan ijodiy safar chog'ida yurak xurujidan vafot etdi.